Hududlarda inson uchun talaba yugur hamda o'quvchi yugur ommaviy yugurish marafoni bosqichma-bosqich bo'lib o'tdi. Termiz shahrida ham mazkur sport musobaqasi uyushqoqlik bilan tashkil etilib, unda vohaning sportsevar fuqarolari o'zlarining jismoniy faolliklarini namoyish etishdi. Mamlakatimiz bo'ylab ommaviy yugurish marafoni bosqichma-bosqich ravishda tashkillashtirilmoqda. Termiz shahrida ham mazkur sport musobaqasi ko'tarinki kayfiyatda o'tkazilib, unda 4000 nafardan ortiq sportsevar fuqarolar o'zlarining jismoniy faolliklarini namoyish etishdi. Sog'lomlashtirish tadbirida talabalar, o'quvchilar hamda sportsevar yoshlar o'zlarining jismoniy mahoratlarini sinovdan o'tkazdilar. Ta'kidlash joizki, keyingi yillarda mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish, aholi ayniqsa yoshlar orasida ommaviyligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mazkur musobaqa ham ana shu jihatdan ahamiyatli bo'ldi. Shaharning markaziy ko'chalari bo'ylab uyushtirilgan bellashuvda talaba yugur, o'quvchi yugur kabi ommaviy yugurish musobaqalari tashkil etilib, xalqimizning sportga bo'lgan qiziqishlari yana bir bor ortdi. Surxondaryo viloyati sport boshqarmasi, O'zbekiston yengil atletika federatsiyasi, huquq-tartibot idoralari, oliy o'quv yurtlari va bir qator hamkorlar ishtirokida o'tkazilgan yugurish bellashuvi chin ma'noda yugurishga qiziquvchilar uchun katta imkoniyatlar berdi. Hozirda yengil atletika sport turi bo'yicha shug'ullanaman va Termiz davlat pedagogika institutining 1-kurs talabasiman. Yengil atletika sport turi bilan shug'ullanganligim tufayli marafonlarda ishtirok etaman va boshqa musobaqalarda ham yaxshi ishtirok etaman. Bundan tashqari bizda hozirgi kunda ko'plab musobaqalar, ya'ni respublikada, boshqa joylarda, boshqa chet davlatlarda musobaqalar va marafonlar bo'lib o'tmoqda. Bularning hammasida esa ishtirok etishga harakat qilaman va oliy o'rinlarni olaman. Bugungi musobaqada harakat qildim, aqlimni ishlatdim va 1-o'rinni egalladim. Barcha ishtirokchilar 3 kilometr masofani epchilik va chaqqonlik bilan bosib o'tib, finishga yetib keldilar. Hakamlar hay'ati ularning harakatlarini munosib baholab bordilar. Mazkur musobaqada bir qator yo'nalishlar bo'yicha g'oliblar aniqlandi. Bellashuv yakunida musobaqa peshqadamlari tantanali ravishda taqdirlandilar va ularga diplom, medal hamda esdalik sovg'alar topshirildi.